Men o'zi bu intervyularimizni nomini "Mening hayotim mening qo'limda" deb nomlashimdan maqsad aynan psixolog, ekspert, blogerlar bilan suhbat jarayonida bizni tinglab turganlarga, umuman barcha insonlarga har bir insonning hayoti o'zini qo'lida ekanligini ochib berish va haqiqatni ochib berish. Siz psixolog sifatida aynan "Mening hayotim mening qo'limda" degan iboraga qanaqa munosabat bildirasiz va o'z faoliyatingizda aynan mana shu "Mening hayotim mening qo'limda" degan ibora asosida o'zingizga bog'lagan paytda sizni hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'lgan? Qachon siz o'z hayotingizni mas'uliyatini o'zingiz qo'lingizga olganingizda sizni hayotingizda katta o'zgarishlar boshlangan? Va yana bir narsani aytdingiz kecha suhbatimizda, qanchadir muddat maktabda ishladim, lekin vaqtinchalikka maktabdan ketib chetda ham ishlab ko'rdim dedingiz. U jarayonda sizda qanaqa natijalar bo'ldi? Shu haqidagi fikrlaringiz menga qiziq va albatta bizni ko'rib turganlarga ham qiziq. Albatta o'zimni 10 yil oldin tasavvurimda men hozirgi Fotima darajasiga o'tirmagan bo'lardim. Chunki 10 yil holatim oddiy ishlab yurgan inson, ayol, uy bekasi, ona, kelin o'zini vazifasini bajarib yurgan, har bitta etapida bajarib yurgan. Lekin u davrda menda ham o'zimga yarasha ichki nizolar, o'zim bilan o'zim kelisha olmaslik holatlari, oilaviy munosabatlardagi qiyinchiliklar, farzandlarim bilan munosabatlarimdagi qiyinchiliklar, ularni tushuna olmaslik, ularni qabul qila olmaslik, ularni xarakterini qabul qila olmaslik. Shu bilan birga o'zimdagi holatim tushib ketishi, ruhan holatim tushib ketishi, bu to'g'ridan to'g'ri o'zimning ish faoliyatimga ham ta'sir qildi. So'ng o'zimni ustimda ishlab, o'zim ustida rivojlanib o'sish jarayonida shuni tushundimki, insonni keyingi holatda o'zini qo'lida, qanaqa yashashi o'zini qo'lida. Hech kim sizni hayotingizni to'g'rilab bera olmaydi. Hech kim sizni o'rningizga uxlamaydi, hech kim sizni o'rningizga ovqat ham yemaydi. Siz qoningiz to'q yurishi uchun ovqat yeysiz, dam olishingiz uchun uxlaysiz. Shu o'rinda rivoj ham. Kelgusi hayotda o'zingiz bu hayotda qanday bo'lishi ham sizning qo'lingizda. Agarda ko'nikib, sabr qilib, shu holatga ko'nikaman, yashayman, peshonamga shu yozilgan ekan deb yashab o'tish ham mumkin. Lekin chiroyli natijalar bilan o'zidagi nisbatan bahosini ko'targan holda, atrofga nisbatan munosabatini o'zgartirgan holda ichki xotirjamlikda yashash ham mumkin.